Assalomu alaykum azizlar. Har kuni sog'lom va baxtli bo'lish uchun tanamizga nima kerakligini bilish juda muhim. Bugun men sizga organizm uchun eng zarur 5 ta mahsulot haqida aytib bermoqchiman. Ular nafaqat mazali, balki tanamizni ichkaridan davolovchi tabiiy dorilar hisoblanadi. Birinchisi asal. Asal tabiiy shifokor. Tarkibida 300 dan ortiq foydali modda bor. Jumladan vitamin B guruhi, C vitamini, temir, kalsiy, rux, antioksidantlar va flavonoidlar. Foydasi immunitetni mustahkamlaydi, qon bosimini me'yorga keltiradi. Tomoq og'rig'i va shamollashga qarshi samarali. Teri va soch uchun ham juda ham foydalidir. Kunlik miqdori kattalar uchun 1-2 choy qoshiq yetarli hisoblanadi. Ikkinchisi yong'oq. Miya uchun super oziqa. Tarkibida omega 3 yog' kislotalari, E vitamini, magniy, rux, foliy kislotasi, protein va antioksidantlar mavjud. Foydalari esa miya faoliyatini yaxshilaydi, yurak kasalliklaridan himoya qiladi, stressni kamaytiradi, soch va tirnoqlarni mustahkamlaydi. Kunlik miqdori 3-4 dona yong'oq taxminan 25-30 grammga teng. Uchinchisi sut va qatiq. Suyaklar uchun kalsiy manbai. Tarkibida kalsiy, D va B12 vitaminlari, fosfor, protein va probiotiklar bor. Foydasi esa suyak va tishlarni mustahkamlaydi, mushaklarni oziqlantiradi, ichak mikroflorasini yaxshilaydi, uyqu sifatini oshiradi. Kunlik miqdori 1 stakan sut yoki 150 gramm tabiiy uyda tayyorlangan qatiq. To'rtinchisi esa sabzavot va mevalar. Tabiiy vitamin manbai. Tarkibida vitamin A, C, K, foliy kislotasi, kaliy, tolalar, antioksidantlar mavjud. Foydasi tanadagi toksinlarni chiqaradi, teri va ko'rishni yaxshilaydi, qon bosimini muvozanatga keltiradi, immunitetni oshiradi. Tavsiyalarimiz shundan iboratki, turli rangli meva sabzavotlarni tanlang. To'q sariq rangga kiruvchi meva sabzavotlar, masalan, sabzi, apelsin A vitamini uchun. Yashil rangga kiruvchi sabzavot va mevalar esa, masalan, ismaloq, brokoli, temir va kaliy uchun. Qizil meva sabzavotlarga, masalan, pomidor, anor, yurak uchun foydali likopin manbaidir. Va nihoyat 5-inchisi zaytun yog'i. Yurakni sodiq himoyachisi. Tarkibida omega 9 yog' kislotalari, E va K vitaminlari, antioksidant, polifenollari mavjud. Foydasi yurak qon tomir tizimini mustahkamlaydi, qonda yomon xolesterinni kamaytiradi, yallig'lanishga qarshi kurashadi, teri va sochni oziqlantiradi. Kunlik miqdori 1-2 osh qoshiq salatlarga qo'shib iste'mol qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam non bilan iste'mol qilishingiz mumkin. Shuni unutmang azizlarim. Sog'lom ovqatlanish bu vaqtinchalik parhez emas. Bu sizning hayot tarzingizdir. Har kuni tanangizni foydali oziqalar bilan oziqlantiring. Shunda energiya, go'zallik va sog'liq sizni hech qachon tark etmaydi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, do'stlaringiz bilan ulashing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda g'oyibona ko'rishguncha o'zingizni hamda salomatligingizni asrang.